Sirrochni bu videoni boshlavordim. Xullas, sotiladigan uyimiz bor, olib sotganlar qo'liga o'tib ketmasligi uchun Sirrochni bu videoni boshlavordim. Xullas, Qarshi shahar ko'rishlaringiz mumkin. 12 yo'li baxtli oila to'yxonasini shunday yonginasiga joylashgan. Mana shu svetofordan o'ngga qarab kiramiz. Mana shu ko'rib turgan domimiz bir xonali 4-qavatda joylashgan kvartiramizni video obzorini ko'rsataman. Kirish qismi mana ko'rishlaringiz mumkin. Begonalar kira olmaydi. Va birgalikda ketdik. Uyimiz bir xonali 4-qavatda joylashgan bo'lib, ko'rishlaringiz mumkin. Bu glavniy ishimiz kirishdan. Mana bitta xonamiz, ko'rishlaringiz mumkin. Uyimiz remont talab holatda, ko'rishlaringiz mumkin. Bu umumiy yuvinish xonalari. Bu oldin kuxnya bo'lgan, kuxnyasi balkonga chiqarilgan. Ko'rishlaringiz mumkin, bu balkonimiz. Xullas, do'stlar, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 185 million so'm. Bunaqa narxda uy topa olmaysizlar, chunki pastda egalari nomerini qo'ymoqchi edim. Egalari juda uzoqda turarganlar, shuning uchun o'z nomeringizni qo'yindilar. O'zimning nomerimni qo'yaman, tezda bog'lanib, baraka qiladigan joyi.